Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xayrli kech barchaga. Bugun taskinda inson qalbini eng ko'p og'ritadigan, munosabatlarni eng tez yemirib yuborishi mumkin bo'lgan hislar, xafagarchilik, nafrat va gina qudrat haqida gaplashamiz. Aytilmagan gap, yutib yuborilgan alam, kechirilmagan xato, vaqt o'tib qalbda og'ir yukka aylanadi. Bu hislar insonni ichidan yemirib, sog'lig'iga salbiy ta'sir qiladi. Bugun shu hislarning kelib chiqish sabablari, ularning oqibatlari va ulardan eng asosiysi xalos bo'lish yo'llari haqida mutaxassis fikrlarini eshitamiz va mana shu maqsadda studiyamizga malakali psixologni Abdulaka Saidkamalovni biz taklif qilganmiz. Kayfiyatlari yaxshimi? Yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. Kelibsiz. Juda ham xursand bo'ldik Abdulaka. Rahmat. Rahmat. Bu jonli efirimiz ko'pchilikka manfaatli bo'lishiga biz ishonamiz azizlar. Bugungi jonli efirimiz chunki boshqa sonlariga nisbatan o'zgacharoq o'tadi. Aynan ko'plab tomoshabinlarni iltimoslariga, takliflariga binoan har safar Abdulaka bir psixologimizdan olgan tavsiyalarimizdan so'ng telefon raqamlarimizga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ladi-da. Aynan menda mana shunday muammo bor, iltimos kelay studiyangizga, men bilan ishlasinlar, meni o'sha o'z holimga qaytarib bersinlar degan fikrlarni aytishadi. Va mana shu maqsadda ham biz Abdulakadan iltimos qildik. Agarda shunday mijozlaringiz orasida shunday inson bor bo'lsa, taklif qiling, ko'pchilik o'rgansin, bilsin, baribir bu jonli efir va manfaatli bo'lsin degan bir maqsadda taklif qilganmiz. Birozdan so'ng u mijozlarini biz studiyaga olib kiramiz va jonli efirimizni davom ettiramiz. Shuning uchun bizdan uzoqlashmang. Aynan ana shu mijozda bo'layotgan holat, jarayon, ichki kechinmalar, muammolar balki sizda ham bo'layotgandir. Va mana shu asnoda o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingizga biz ishonamiz. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. 244 01 41 raqamlari va ekranlaringizda ham namoyon bo'lmoqda. Psixolog haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, Abdulaka bilan bevosita o'zlaridan maslahat olmoqchi bo'lsangiz yoki tavsiya olmoqchi bo'lsangiz, konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, ularning ham manzillarini birozdan so'ng biz ekranlarda namoyish etamiz. Tayyor turing. Telefoningizga suratga olishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'sha qog'oz, qalam tayyorlab qo'ysangiz, yozib olishga ulguring deb qolamiz. Abdulaka, demak, savollarni berishni boshlayman. Nega ayrim odamlar tez xafa bo'lishadi, ayrimlar esa deyarli xafa bo'lishmaydi? Xafachilik bu boshqa birovni tarbiyalashni eng primitiv, eng oddiy usuli deb insonlar qabul qiladi. Ya'ni o'zlari anglamagan holda. Men shunga hozir xafa bo'lsam, buni taqdir qismat qandaydir qilib jazolaydi va meni alamimni undan oladi. Ana shu yo'l bilan men uni tarbiyalayman deb odamlar o'zligicha tafakkur qilib xafachilikni yig'ib oladi. Lekin vaholanki insonlar xafa bo'layotgan odamga emas, xafa bo'layotgan insonni o'ziga o'zi yomonlik qilayotganini bilmay qolishadi. Demak, xafa bo'layotgan inson haligi odamni o'zicha bir qandaydir tarbiyalamoqchi bo'ladi. Shu xolos. Eng oddiy usuli shu deb o'ylashadi. Insonlar bir-biri bilan munosabat qilayotganda, tabiiyki, qandaydir bir tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin. O'zi asl ildizi nimadan iborat? Bir-birini tushunmaslikmi? Tez xafa bo'lib qolish, tushunmaslik yoki bo'lmasa u aytgan gaplarni noto'g'ri o'sha, baribir tushunishi, noto'g'ri ta'sir qilishi. Endi avvalambor yosh bo'yicha aytsak bo'ladi. Yosh qatlamlari hozir juda har xil bo'lib ketgani uchun va katta yoshdagi insonlar ko'proq o'zidan yoshroq bo'ladigan qatlamdan tezroq xafa bo'lishi mumkin. Chunki katta yoshdagilar men ko'proq bilaman deydi. O'zi asl sabab xafa bo'lishi eng tegi kibrga borib taqaladi. Ya'ni kibrning bir 40 tagina belgisi bor ekan. Eng birinchisi men doim haqman, men bilaman, men doim to'g'ri ish qilganman degan narsa kibrga odam olib kelib qo'yadi. O'z-o'zidan katta yoshdagilar tajribasi ko'p, ilmi ko'p, bilimi ko'p, ko'p yillar yashagan, bitta ko'ylak bo'lsa ham ortiq yirtganman deydi. Men bundan xafa bo'laman, chunki ana yoshning fikri menga yoqmayapti. Asosan shu. Va yana qaysi har xil sohalarda xizmat qiladigan insonlar bir-birini tushunish qiyin bo'ladi. Shu ham bor. Shu juda katta rol o'ynaydi, katta ahamiyatga ega. Chunki bilmadim, oddiy masalan haydovchilik bilan shug'ullanadigan inson bir
professor matematika bilan o'tirsa bir-birini tushunishi ancha qiyin bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shu ta'sir qiladi. Ba'zi bir insonlar o'sha xafa bo'lganini ko'rsatmaydi. Ichiga yutadi, yuradi va bu nimaga olib keladi oxirida ruhiyatida? Agar kengroq ma'noda olsa, kichikroq muammolarga olib keladi. Agar u xafachilikni davom ettirsa, kichikroq kasallikka olib keladi. O'sha inson tushunmasa, xafachilikni davom etsa, katta kasallik. Va katta kasallik eng yomoni bizda qo'rqinchli saraton. Ya'ni xafachilik va g'azabni ichkariga yutib, o'shani bir qancha vaqt davomida saqlab yurish, men bilmayman, ayta olmayman, 1 oymi, 1 yilmi, butun umrimda qachondir chiqib keladi, saraton bo'lib chiqib keladi. Biz bilamiz, saraton insonga juda salbiy ta'sir qilib, hayotini cheklab qo'yishi mumkin. Agarda ana shu jarayonda o'sha reaksiyasini ko'rsatsa, bu odobsizlik deb hisoblaydiganlar ham bor-da. Nima qilish kerak unda? Odobsizlik deb hisoblaydiganlar uchun hozir allaqachon yangi bir usul o'ylab topilgan. Ichingda xafachiliging, jahling bo'lsa, bir kerak emas yostiq qolganda, uyda xonaga qamalib olib, hech kim qaramaganda, ya'ni seni odobsizga yo'yishmasin, madaniyatsiz insonga yo'yishmasin, haligi yostiqdan alamingni ol. Men o'zim shunaqa maslahat beraman mijozlarimga. Hech kimga chiqib ayta olmaysanmi, urisha olmaysanmi, ichingdan chiqarib yubora olmayapsanmi, xafamsan? Ko'p psixologlar aytadi, kechiring deb mijozni kechirishga majbur qilishmoqchi bo'ladi. Men aytaman, yo'q, kechirish bu insonning tabiatiga uncha xos emas. Ko'pchilik qassos olgisi keladi. O'sha qassoslikni biz siz real xafa bo'layotgan odamingizdan borib siz uni so'ka olmaysiz, ura olmaysiz. Mumkin emas bu narsa. To'g'rimi? Jamiyatning estetik qonun qoidalariga, jinoiy kodekslarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bitta xonaga qamalib olganda kerak emas bitta yostiqni maza qilib urib, o'shani so'kib, rasvosini chiqarib tashlab, ichingdan alaming, g'uboring chiqadi. Va juda ko'pchilik foydalanadi bu yo'ldan. Eng arzon, eng tekin yo'l. Hech qanaqa pul ketmaydi, lekin ozgina ichkarida xohish bo'lish kerak va ishonch bo'lish kerak bunga. Oila mavzusi bilan davom ettirsak-da, Abdullaka, aynan o'sha oila a'zolari bir-birlari bilan to'g'ri munosabat qila olmaslik orqali ham xafagarchiliklar yuzaga keladi, to'g'rimi? Albatta. Bu eng katta muammolarimizdan biridir. Ayniqsa o'sha qaynona kelin, mo'yorlar. Ha, bitta yana o'sha yosh qatlami juda katta rol o'ynaydi. O'sha qaynona kelin bo'lsin-da yoki kelinchak yangi uyga kelganda o'sha qaynonalar ular yoshlari ham katta и odamlarni kutishlari bilan bog'liq bo'lib qoladi. Aytaylik, qaynota kelinchakni butunlay itoat qilib ularga quldek xizmat qilishlarini juda istashadi va shunday bo'ladi deb o'ylashadi. Lekin kelinchak uyda ota-onasidan chiroyli mehr olib kelgan, chiroyli gaplar, shirin so'zlar eshitgan, minnatdorchilikda yashagan-da. Va kelinchak xuddi o'sha proyeksiyani endi ota-onani uyda yashaymanman, qaynonaga ko'chiradi. Qaynona menga onamdek bo'ladi, hozir menga mehr bera boshlaydi, shirin so'zlar aytadi. O'shancha kelinlar boshda harakat qiladi. Sipirib, tozalab, hamma narsani qilib, ovqatlarni qilib, oyijon deb ko'ziga qarab tursa, oyisi bunday qilib ikkita qo'lni beliga qo'yadi. To есть oyiga o'rgatilgan. Kelinni boshdan qattiqroq ushing, bo'sh qo'ymang, boshingizga chiqib oladi. Yaxshi qilsa ham urishib berishingiz kerak ekan, oyi dakkini bera boshlaydi kelinga. Kelin shokda. Hozirgina mehr kutyapti, minnatdorchilik kutyapti. Ana tushunmovchilik boshlandi. Demak, kutishish kim nimani kutyapti hozir? Kelin mehr, muhabbatda kutyapti. Qaynona esa menga itoat qilamadi bu. Men aytganimni qilish kerak. Mutlaqo boshqacha kutishli bo'lib qolyapti. Tushunmovchilik yuzaga keladi. Qanday qilib keyin murosa qilishi mumkin? Kim birinchi psixologga borsa, o'sha bilan ishlanadi keyin. Yo qaynona boradi, yo kelin. Ko'pincha kelinlar bizda borishadi. Chunki meni mijozlarim 99% ayniqsa ayollarda. O'sha erlardan, qaynonalaridan shikoyat qilib nolib kelishadi. Biza eringni o'zgartir, qaynonangni o'zgartir demaymiz. Yo'q. Sen munosabatingni o'zgartir deymiz. Xuddi boyagidek. Eng oddiy usul o'sha nafrat. Ichida o'tirib qolgan nafrat bo'ladi. Men erimni ko'rgan ko'zim yo'q, qaynonamni ko'rgan ko'zim yo'q. Ichida nafrat o'tirib bilasizmi? Yillar o'tgandan keyin bu nafrat tajovuzga aylanar ekan. Chunki nafratga vaqt ta'sir qilmaydi va tabletkalar ta'sir qilmas ekan. Bu emotsiya ekanda, hissiyot bizning qalbimizda chuqur joylashib olgandan keyin xuddi magnitdek o'ziga o'xshagan xafachilik hissiyotini torta boshlaydi atrofdan. O'sha kelin o'zining atrofida voqea hodisalarni shunday qilib, nima deydi, bir yarata boshlaydiki, faqat uni xafa qilishadi. Faqat u xafa bo'lib qolaveradi. Haligi xafachilik ustiga xafachilik yig'ilganda bir 5-10 yildan keyin juda katta dard bilan chiqib keladi bu narsada. Ana shunda ular psixologga murojaat qilishga majbur bo'ladi. Eng oddiy usuli o'sha yostiqqa urib bo'lsa ham ichingda nafratingni birinchi chiqarib ol, tajovuzingni chiqarib ol. Ana u bo'shagan joyga ikkinchi yerga mehr, muhabbat, minnatdorchilik, kechirimlilik solamiz.
uni bo'shatib olmasdan birdan buni hozir kechirib yuborsa qabul qilmaydi kelin. Yo'q, qanaqa qilib. Hozir meni xafa qilib turgan odamni men kechiramanmi? Hech. Hayotda bo'lmaydi bunaqa narsa deydi. Turmush o'rtoqlari o'rtasidagi o'sha ishonch ham yo'qolishi xafagarchilikka olib keladi. Ayniqsa o'sha ayollarimiz turmush o'rtoqlarini kechira olmasdan yashashlari ham bu katta bir xafagarchilik. Qanday qilib unutish mumkin? Yo'q, unutib bo'lmaydi. Mendan ham xuddi savolni berishadi. Men shunaqa qilingki, men unutib yuboray deydi. Yo'q, biz kompyuter emasmiz-da. Haliga bizga kerak emas bitta fayl olsakda, haliga nima deydi, axlatlar tashlanadigan savatchaga shundoq tashab, bitta knopочкani bitta bossangizda, haliga savatcha uni удаление qilib tashlasa. Unaqa narsa bo'lmaydi. Insonga shunday narsa berilganki, qalbida xuddi telefonni mana qattiq diski bor, eng katta pamyati bor, 500 gigabayt, 1 terabaytli. Shunaqa narsa bizning qalbimizda. Telefonni qisqa xotirasi bor. Karta pamyati 8 gigabayt bo'ladi. U bizning miyachamiz deylik. Ya'ni miyachada biz xafa qilgan qaysidir insonni, qaysidir detallarini esdan chiqarishimiz mumkin. 15 yildan keyin ana odam qayerdadir xafa qildi, uncha eslolmayman. Lekin qalbda o'sha emotsiyalar yozilgan. Qayerda, qachon, qanday meni o'sha rosa xafa qilgan o'shada, o'sha ushab turar ekan. O'shaning uchun bu telefonni diskini deylik, odamning qalbini albatta bu emotsiyalardan bo'shatmasa, bir-birini tushunish, bir-birini kechirimli bo'lish bu juda qiyin narsa ekanda. Men sizga bir tirik namuna aytmoqchimanki, bugun mana bir mijozim keldi, 61 yoshli ayol, erlariga haliga ensalar qotyapti, mensimayaptilar. Bu ham salbiy hissiyot. Yuzdan bilinadi mijozlarning ensa qotishini bilasizku, kimdir, ayniqsa ayollar haliga qarg'ib qoladi, ham bir baloying bo'lsin deydigan. O'sha ayol bilan ishlayapmiz-da, oxirida bari undoq qarab turmadi, yuzdan bilinyapti-da, eringizga bari ensangiz qotyapti desam, ha, qotyapti deydi. Shunchalik chuqur kirib ketgan, bilasizmi nega? 40 yildan beri yashaydi o'sha odam bilan. Shuning uchun haligini qancha katta qismini chiqardik baribir bo'lmasa. Agar chiqarmasdan turib, qani eringiz bir kechirib yuboringchi desa, yo'q, assalomu alaykum, tuzumisiz deydi. Oson bo'lsa siz oldingizga kelarmidi? Agar kechirgan bo'lganimda men siz oldingizga kelmasdi ham haqiqatdan. Ularni ruscha aytganda dusha в душу. Shundoq qo'l ushlashib, bir-bilan yashab yuraveradi. Yana 40 yil indam yashashardi ular. Rahmat, Abdulla aka. Demak, azizlar, eslatib o'tamiz, siz Taskin jonli loyihasini tomosha qilyapsiz. Telefon raqamlarimiz ishlab turibdi. Agarda biron bir muammo sizni qiynayotgan bo'lsa yoki shunchaki ko'nglingiz taskin topolmayotgan bo'lsa, bizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Malakali psixologimiz Abdulla aka Saidkamalov o'z tavsiyalarini berib boradilar va mana shu asnoda ular bilan bog'lanib, o'zingiz individual tarzda gaplashmoqchiman desangiz, demak, manzillari mana ekranlaringizda namoyon bo'lib turibdi. Instagramda ham juda ham faollar. Instagram manzillari, telefon raqamlari, Telegram manzillar, demak, ekraningizda azizlar. Bemalol ularga yozishingiz, konsultatsiya uchun albatta yozilib borishingiz mumkin bo'ladi. Barcha savollaringizga aniq javoblarni aynan Abdulla aka Saidkamalovdan topishingizga biz ishonamiz. Ayni daqiqalarda esa Abdulla aka biz biroz tanaffus qilib olishimizga to'g'ri keladi, chunki bizda reklama vaqti azizlar. Marhamat. Bobur, qarang, siz nima deysiz? Madina, odamga taskin berishni bilasiz-a? Albatta, bizda esa reklama. Rozmetovdan bayramga munosib payrulet. Toy boldirini 5 soat marinadlab qo'yamiz. Undan keyin esa past olovda 12 soat pishiramiz. Go'shtning mayin chiqishi uchun aynan shuncha vaqt kerak bo'ladi. Rozmetov bayram go'sht delikateslari. Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Merhaba. Bugun turkcha sosiskali pide tayyorlaymiz. Bizga yumshoq xamir, toza pomidorlar, aromali pishloq va sutli sosiskalar kerak. Sutli, mayin va sersutdan beradi. Pishirmasdan ham yesa bo'ladimi? Albatta. Rozmetovdan sutli, kadokdan iste'molga tayyor.
Pepsi sovg'alar dasturxoniga xush kelibsiz. Pepsi sotib oling. Qopqoq tagidagi kodni ro'yxatdan o'tkazing. Qimmatbaho sovg'alar yutish imkoniga ega bo'ling va har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Sovg'alar dasturxoningizni to'plang. Pepsi bilan lazzat bilan. Asosiysi kreditni tez va katta miqdorda olish. O'g'lim, kreditni uzoq yillik tajribaga ega bankdan olgan ma'qul. Menga qolsa byurokratiya kamroq bo'lsin. Bank ishonchli bo'lish kerak. Menga tezkorlik, qulay foiz stavkalari va yuqori limitlar kerak. Kreditni qayerdan olishni o'zim tanlayman. Mamlakatimiz hududlaridagi Ipoteka Bank OTP Group filiallari orqali 12 milliard so'mgacha kreditni qulay shartlarda qo'lga kiriting. Otasini o'g'lida. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Azizlar, jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi. Abdulla aka, ba'zi bir insonlar unchalik darajada ta'sir qilmaydigan holatlarni ham yuragiga tez oladi. Nima uchun va bu qanday salbiy oqibatlarga olib keladi? Bu bilasizmi, haligi hissiyotlarga beriluvchan inson deb aytiladi o'zbekcha, emotsionalniy ekan deydi-yu. Juda kichkina narsani ham ichkarida shunday bir hissiyot bo'ladiki, ular kim uni xafa qilayotgan bo'lsa, o'sha odam menga shunday gapirish kerak emas deydi. Ya'ni ularning ichida qotib qolgan dunyo surati bor. O'sha dunyo ularni nazarida, ularni nazdida har bir kasb egasi, har bir erkak, har bir ayol falon yoshda mana bunday, falon yoshda mana bunday, bu kasbdagi bunday bo'lish kerak, bunday. Kimdir shu ramkadan sal chiqib ketib ortiqcha gapirib yuborsa, u darhol xafa bo'lib oladi. Chunki ularni nazdidagi haligi qotib qolgan dunyo rasmi, surati go'yoki dunyoni ular yaratgandek huquq beradi ularning ichida. Aslida ular dunyoni yaratmagan-ku, to'g'rimi? Lekin ularda shunday bir nima deydi, dunyoni qabul qilishi bor. Ya'ni dunyo mana bunday bo'lish kerak edi, to'g'ri-chi? Psixolog bunday gapirish kerak, o'qituvchi bunday deyish kerak, shofyor bunday yurish kerak. Kimdir sal noto'g'ri harakat qilsa, bo'ldi, bu o'tiradi, xafa bo'ladi. Shu xolos. Xo'p, bizda ayni daqiqalarda qo'ng'iroq mavjud. Muxlisimizni savollarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, siz joyni efirdasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Abdulla aka? Rahmat. Rahmat. Men sizga ko'p maqollarni eshitib turaman. Hozir yana bir savolim bor edi. Marhamat. Boya aytganingizdek, juda ham ko'p xafa bo'lib, ko'p yig'laydigan bo'lib qoldim. Nimagadir. Xo'jayinim ozgina arzimas narsadan ham nima deydi, o'zim nima topolmay qolaman, ba'zida o'zimga o'zim nima qilolmay qolaman, boshqara olmay asabiy, jahlim chiqib yig'loq bo'lib qoldim nimagadir. Bu anaqa boya aytdingiz-ku, kibrga o'xshash narsa deb. Lekin kibr emas, go'yoki meni hech kim tushunmaydiganday nazarimda. O'g'lim ham ba'zida gapimga kirmay qoladi, o'shanga ham yig'laydigan bo'lib qoldim-da salga. Yoshingiz nechada yoshingiz? Yoshim 46 da. Yoshlikda ota, ona kim qattiq qo'lroq bo'lgan? Juda ham unaqa qattiq qo'l bo'lmagan, dadam ham opam ham. O'rtacha bo'lishgan. Qarang, yig'lashning ikkita siri bor-da, ikkita sababi bor. Bittasi alamdan yig'laydi odam. Kuchi yetmagandan keyin nimagadir tipirchiladi, rosa harakat qildi, qo'ldan kelmadi, o'sha narsani qabul qilish qiyin bo'lganda o'tirib yig'lay boshlaydi. Ikkinchisi achinishdan yig'laydi. Sizni holatingizda unisi ham bunisi ham bo'lishi mumkin. Achinish kimga? Yo o'zingizga, yo o'sha gapingizni o'tqiza olmadingiz. Ya'ni itoat qildira olmayapsiz-da. Irodangizni o'tqiza olmagandan keyin sizga juda qattiq alam qilib ketishi mumkin va o'zingizga o'zingiz achinish kelib qoladi bu yerda. Juda katta achinish keladi. Ana o'sha achinish odamni rosa yig'latadi. Va yana bir narsa, o'sha oila a'zolariga kerak emasdek tuyg'u, his bo'lishi mumkinmi? Kerak emasdek his, tuyg'u men temayotgandim. Bu asli bolalikka borib taqaladi. Bolalikda 6-7 yoshgacha dastur
shakllanar ekanda. Agar otadan, onadan yaxshi mehr olsa, urish, talash bo'lmasa, kalta yemagan bo'lsa, mani ota-onam yaxshi ko'rar ekan degan bir dastur bilan katta bo'ladi insonda, komil inson bo'ladi. Lekin afsus, juda ko'pchilikda 99% da ota-onadan kimdir qattiq qo'l bo'ladi. Bir ozgina qattiq gapirganda, hatto urib qo'yganda haligi bolada dastur qalbida paydo bo'ladi. Meni otam menga yaxshi gapirmayapti, demak meni otam yaxshi ko'rmaydi, demak men yaxshi ko'rishga loyiq emasman. Demak, men yaxshi ko'rishga loyiq bo'lmasa, men o'zimni yaxshi ko'rmayman deydi. Qalbiga mehr yetmagandan keyin haligi mehrni boshqalardan qidira boshlaydi. Bularning holatlarida bolalar agar menga itoat qilsa, demak menga mehr beryapti. Nima qilishlari kerak? Menga uchrashlari kerak. Hozir bitta seans aynan hozir olib kelgan mijozim ham xuddi shunaqa achinishni qilamiz. Sizga hozir ko'rsatuvni davomini ko'ring, bir xulosa chiqaringda, mana nima deydi, telefon raqamlarimni yozib olgan bo'lsangiz, keyin bir aloqaga chiqasiz, gaplashamiz. Chunki aynan hozir siznikiga o'xshagan achinishni qilamiz hozir. Demak, xuddi siz kabi holatda turgan mijozlardan birini biz studiyaga taklif qilganmiz va ular bilan bevosita muloqot o'rnatiladi, holatlar aniqlanadi va ularga yordam beradilar. Bu jarayon sizga ham manfaatli bo'lishi mumkin. Undan so'ng esa Abdulla aka bilan o'zingiz bog'lanishsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir yana bir karra Abdulla akaning telefon raqamlarini biz namoyish etamiz. Ko'pchilik chunki bizni tomosha qilyapti va ularga albatta manfaatli bo'ladi. 1-2 daqiqadan so'ng rejissyorimizdan iltimos qilamiz Abdulla akaning manzillarini namoyish qilishingizni. Telefon raqamlarimiz, studiyamiz telefon raqamlari ishlab turibdi. 71 kodi bilan 244 01 41 raqamlari bemalol telefon qilishingiz mumkin. Abdulla aka, qanday holatlarda munosabatni saqlash emas, inson o'zini saqlashi muhimroq hisoblanadi? O'zini haqliginimi yo o'zini hayotinimi? O'zini, umuman hayotini, sog'lig'ini. Qanday holatlarda? Hech o'ylab ko'rmagan savolim berdi nimadir. Qanday holatlarda? Bilasizmi, ko'pincha Dilnoza shunday narsa borki, insonlar o'zini hozir mana biz qo'rqinchli davrda emasmiz-da. Ya'ni siz uyga ketayotganingizda o'rmondan birdan yirtqich hayvon chiqib tashlab qolmaydiki, siz o'zingizni saqlab qolishingiz kerak. Yo'q unaqa narsa, to'g'rimi? Xudoga shukr, shahardamiz, to'g'rimi? Bu yuqoridagi savolimga ham birozgina o'xshaydi-da, aynan o'sha kimnidir xafa qilmasligi uchun ichiga yutadi. To'g'rimi? Gap mayli, o'sha inson bilan gaplashmasdan ketsin, lekin sog'lig'iga o'ziga ta'sir qilmasin. Munosabatni emas birinchi o'ringa qo'yish, balki o'zini asrash. Siz qanaqa tavsiya berasiz? Bu yerda boshqacha talqin qilish kerak-da buni. Insonlar juda ko'pchilik o'zini haqligini saqlab qolishga harakat qilishadi. Men haqman-ku, men to'g'ri aytdim-ku. Men nima birovga noto'g'ri aytdimmi? Birovni qo'y og'zidan cho'polmaganman-ku. Men to'g'rimanmi, haqmanmi, uydagilarni eza boshlaydi. Vaholanki u koinot nuqtai nazaridan u nohaq bo'lishi mumkin. Ya'ni o'rtadagi o'sha insonga bo'ladigan iliq munosabatdan ko'ra o'zini haqligini yuqori qo'ya boshlaydi. Men haqman, haligi dugonasimi, do'stimi yo begonadan farqi yo'q. Sen tizzaga tushsam, meni haqligimni tan olasan. Agar shuni qilmasa, mana bu odam xafa bo'la boshlaydi. Demak, bu degani o'rtadagi mehr, muhabbatni emas, o'zini aqlini, adolatni, haqiqatni yuqori qo'yapti. Va bunday insonlar hayot davomida har doim aybsiz aybdor bo'lib yuradi. Qayerga bormasin, yangi ishxona bo'lsa, yangi ishxonada aybdor bo'lib qoladi. Do'stlar, dugonlarning orasida nimadandir chiqib yemagan somsasiga unga pul to'latishadi, u aybdor bo'lib qoladi. Nimaga? U hayotda doim haqiqatni qidiryapti. Men haqiqatni qidirishim kerak. Odamlar orasidagi mehr muhabbat emas, yo'q. Ana shuning uchun taqdir qismat uni shunday bir tarbiyalaydi. Aybsiz aybdor qila boshlaydi. Ya'ni taqdir qismat ko'rsata boshlaydi. Qara, haqiqat, adolat bo'lmasa ham, sen o'rtadagi mehr muhabbatni bari ushlab turishing kerak. Chunki qarshingdagi odam ham xuddi senga o'xshagan. To'g'rimi? Shu xolos. Yana bir muxlisimiz, tomoshabinimiz qo'ng'iroq qildilar va ularning ham savollarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Haydike Chamilarga Abdulla Said Kamalov, men Andijondan Odinaman. Juda ham yaxshi. Ha, Odina. Mana oldin kelganmidingiz? Aha. Ha, bu meni mijozlarim. Marhamat. Eshitamiz Odina. Inson nima qilsa bir xil hayot tarzidan chiqib keta oladi. Hali bir xillik bor-ku, ong osti darajada avtomatik reaksiyadan qanday qilsa chiqib ketadi?
Avvalambor men seans o'tkazganimda haligi ichkaridagi nafrat, har xil hissiyotlarni chiqargandan keyin ichkariga mehr muhabbat bilan minnatdorchilikni odamga dastur qilib o'tkazishga harakat qilaman. Xo'p, minnatdorchilik tushunarli. Minnatdorchilik xalqqa, atrofga, muhitga, borliqqa, o'ziga. Mehr muhabbat ham albatta birinchi o'rinda borliqqa bo'lishi kerak ekanda. Ikkinchi o'rinda inson o'zini sevish kerak ekan. Agar inson men borliqni sevaman-ku, lekin o'zimni uncha sevmayman desa, ana shunda hozir Odina aytayotgan holatga tushib qoladi. Ya'ni inson ozgina tormozlanib qoladi yoki bir xil hayot. Haligi ruschada nima deydi? Dень surka, sug'ur kuni bo'lib qoladi. Ertalab turdi, nonushta, obed qildi, kechqurun ujin qildi, yotib uxladi. Ertalab shu kun aylanveradi. Nimaga? O'zini sevmayapti-da, o'zini sevmagandan keyin qalbi istaydigan mashg'ulotni o'ziga bermayapti. Oddiy qilib aytsak, hobbini bermayapti. Hobbi bo'lish kerak insonda. Yoqtiradigan mashg'ulotini qilish kerak. Qachon u bo'ladi? Agar o'ziga bir iliq, xushfe'l, xushmuomala munosabatni o'ziga qila olsa. Shu xolos. Sevgi, mehr, muhabbatning asosi xushfe'llik, xushmuomalalikda. Borliqqa, o'ziga va atrofdagi odamlarga. Ana shu bir eng katta sirmi, eng kichkina sirmi, eng asosiy sirmi? Shunday desak bo'ladi. O'zi inson o'ziga o'zi motivatsiyani qanday qilib berish kerak? Psixologiyada bu jarayon qanday namoyon bo'ladi? O'ziga bo'ladigan xushfe'llik, xushmuomalalik yo'qolishi kerak emas-da. Misol uchun aytaylik, bir qandaydir kichkina imtihonchadan o'tishingiz kerak. Sertifikatsiyami? Misol uchun men o'sha yaqinda bir sertifikatsiyadan o'tdim. O'shanda ketyapman-da, tushunib qolaman. Ichimda o'sha mehr muhabbatni qanday saqlab qolsam bo'ladi. Hozir sertifikatdan men agar o'ta olmasam, demak men aqliy bir xossa xususiyatlar menga pand berdi va agar shu pand berish oqibatida agar o'zim men so'ka boshlasam, men o'zimni sevmayotgan bo'laman. Agar o'tib ketganimdan keyingina o'zimni maqtasam, men aqlim birinchi o'ringa qo'yib qo'yaman. Yo'q, men aytaman, men borliqni baribir sevaman. Men imtihondan o'tamanmi, o'tmaymanmi? Va ikkinchi o'rinda men Abdullani yaxshi ko'raman. Men imtihondan o'tamanmi, o'tmaymanmi? U tashqaridagi bo'layotgan voqea, meni qalbimda nima bo'lyapti? Qalbda, demak, inson avval borliqqa muhabbat, ikkinchi o'rinda o'ziga muhabbat bo'lish kerak. Shundagina tashqarida bo'lib o'tayotgan salbiymi yo ijobiy voqea, hodisa farqi yo'q, unga ta'sir qilmaydi. Shundagina inson o'zini to'liq qabul qila oladi. Men nuqul o'zimni qiyos qilaman dedi Dilnoza. Men ochki taqaman, ochkariga kiraman. Bar men o'zimni yaxshi ko'raman. Bo'yim uncha baland emasdir-da, bar o'zimni yaxshi ko'raman. Oq sariqman, o'riskami o'xshayman. Bar o'zimni yaxshi ko'raman deyman. O'zimdan qiyos qilib aytaman, hech kimni namuna qilmayman. Demak, o'zini qabul qilish kerak ekan inson. Shundagina sizning qalbingiz ochiladi-da, haligi bahorda ochiladigan g'uncha guldek ochilib, sizga ozgina shipshiydi. Mana bu ish qilaylik, mana bu ish qilaylik deb. Siz shunda quloq solasiz, o'zingizga yoqadigan ishni qilasiz. O'zingizni sevishni jarayonni amalga oshirgan bo'lasiz. Demak, o'ziga bo'lgan ishonchni, o'ziga yoqadigan gaplarni ko'proq gapirish kerak ekanda inson. Yoqadigan emas, nimaga? O'zini sevadigan, mehr muhabbat yoqadigani qanday u? Voy, sen chiroylisan, sen o'zini sevadigan deganda nimani nazarda tutyapsiz o'zi? Qanday qilib? Oynaga shunday qaraysiz-da, Dilnoza, men seni sevaman deb aytasiz. Bo'ldi, boshqa narsa talab qiling. Sevgi nimani talab qiladi? Aytaylik, o'sha yoshlar orasidagi sevgidan yuqoriroq sevgini aytyapman, lekin yoshlar orasidagi bo'ladigan sevgi hammada bo'lgan. Nimaga biz turmush o'rtog'imizni misol uchun yaxshi ko'rib qolamiz? Men bitta narsam bor, shuning uchun yaxshi ko'raman demaydi-ku. Menga yoqadi mana shu inson. Nimagaligini tushuntirib bera olmaysiz. Bo'ldi, men yaxshi ko'raman, bo'ldi. Misol uchun siz kofe yaxshi ko'rsangiz, yaxshi ko'rasizmi kofe? Nima uchun yaxshi ko'rasan desa, bir tushuntirib berasizmi, tahlil qilib, mana bu uchun, xislatlar uchunmi? Yo'q, men kofeni shunchaki yaxshi ko'raman. Men osh yeyishni yaxshi ko'raman. Nima uchun? O'sha yoshlikdan osh yeb kelganmiz, oshni yoqtiraman men. Har kuni osh bo'lsa yeyman. O'zbekchiligimizga boramiz. Men tushuntirib bera olmayman, nima uchun osh yaxshi ko'rishimni? Yo'q, bu mehr muhabbat oddiy. Men faqat sal yuqorirog'ini aytyapman. O'zingizni qabul qilishingiz. Shunda ertalab turib, oynaga qarab turib, Dilnoza, men seni yaxshi ko'raman. Shu turishingni yaxshi ko'raman. Butun kamchiliging, butun xossa xususiyatlaring, xislatlaring bilan yaxshi ko'raman. Mana bu o'zini sevish, o'zini qabul qilish deyiladi bu. Agar shuni qilmasangiz, samatsinki bo'lmaydi. Chunki siz o'zingizga bunday qaraysiz. Dilnozani qo'lingdan kelmadi-yu, uni eplamading-ku, qo'ysang-chi. Bo'ldi, o'zingizni sevmayapsiz. Ichingizda qalbingiz shunday yopilib qoladi. Nima xohlashingni aytmayman deydi. Meni yaxshi ko'rmaysanmi baribir deydi. Bo'ldi. Va mana shu jarayonda o'sha o'ziga yaqin insonlar, oila a'zolari bu gapni ko'proq aytsa, ikki karra menimcha o'ziga bo'lgan ishonchi yana ham oshadi. Ha, yoshlikdan shuncha boyatdan beri aytayotdim. Bolaga agar ota-ona mehr muhabbat bera olgan bo'lsa va bola o'sha mehr muhabbatni his qilgan bo'lsa, men ota-onam meni qadrlar ekan,
men ota-onamga kerak ekanman deydi, o'sha dastur kiradi. Ota-onam meni sevyaptimi? Demak, men sevgiga loyiqman. Agar men sevgiga loyiq bo'lsam, demak men o'zimni sevaman. Samatsinki o'z-o'zidan oshadi. O'ziga bo'ladigan ishonch shunday ko'tariladi. Rahmat Abdulla aka. Yana bir tomoshabinimiz allaqachon biz bilan bog'langanlar. Ularning savollarini eshitamiz. Javobni esa albatta reklamadan so'ng aytib berasiz, chunki bizda reklama vaqti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Savolim ishxonaga bog'liq edi-da. Ishxonada bitta hamkasb bilan unchalik chiqishmadik. Ko'proq ularning tarafidan aziyatlar chekdim, lekin bu davom etavergandan keyin faqatgina gaplashmay qo'ya qoldim. Bu menga sal tinchroq bo'lyapti. Savolingizni bermaysizmi oxirida? Oxirgi savolim mana shunaqa holatda davom ettirsam bo'ladimi? Arada esimga ham tushib qoladi, balkim yarashib ketish kerakmidi degan narsada. Qanaqa vaziyatdan chiqishni bilmayman shunaqa vaqtda. Men sizga bu reklamadan keyin javob. Siz ular bilan yana savollaringiz bormi? Yo'q, bo'ldi. Savol tushunarli. Demak, aziz muxlislarimiz, reklamadan so'ng tavsiyalarni eshitishingiz mumkin. Biz hozir reklamaga navbat beramiz. Undan so'ng esa Abdulla aka taklif qilgan mijozlarni ham studiyamizga taklif qilamiz. Bevosita siz ana shu jarayonni ko'rishingiz kerak. Hozircha esa reklama. Bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Men qaynatilgan kolbasani shunaqasini olaman. Tim, logotipi yangilandi, ta'mi esa o'sha-o'sha. Tim, to'yimli, imtiyozli, mazzali. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Pepsi'dan sovg'alar dasturxoni. Har hafta iPhone 17 Pro va 100 million so'm yutish uchun tanlovda qatnashing. Pepsi bilan lazzat bilan. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Korzinkada assortimentdagi Pine Soft tagliklari bor yo'g'i 54990 so'mdan. Bir dona Picalax tabletkasini kechqurun qabul qiling va ertalab yengillashing. Efkazalin Aqua'ni olib sinab ko'ring. Efkazalin Aqua tumovsiz yashang. Nazafiron bolalar va kattalarda ORVni davolash va oldini olish uchun. Paradik bor, paradik. Avantika shifokor. Toshkent qizlari ko'rsatuv bilan davom ettiradi. Bu galgi ko'rsatuvimizda 3 qahramonimizni noodatiy shartlar bilan imtihon qildik. Nimaga bunaqa tayyorladinglar? Sharmanda qara, u nima bu? Tamam. Ayniqsa, birinchi shart talablaridan qizlarimiz o'tishga qiynalishdi. Birimiz bilardik u shartni, boshqa birimizdan esa xabarimiz yo'q. Mayonez nomlangan suyuqlikka desam ham bo'ladi. Biroz injiq ishtirokchilar berilgan vazifalardan e'tirozlarini yashirmadilar. Men tabiatan jahl emasman. Sog'liq o'zimga kerak emas menga. Tadbiri ham boshqasi ham. Bunaqa emotsiyalar bo'ladi deb o'ylamagandim. Bularning barchasini yakshanba 11:30 da Toshkent qizlari ko'rsatuvida ko'rasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Korzinkada 800 grammli to'xtaniyoz ota nonushta uchun qaynatilgan kolbasasi bor yo'g'i 34990 so'mdan. Yaxshiyam, Trimol mavjud. Bosh og'rig'imi? Shunchaki Trimolni tanlang. Nazafiron bolalar va kattalarda ORVni davolash va oldini olish uchun. Trinazol. Trinazol 5 ta jumboqning yechimi bitta.
Azizlar, biz efirga chiqdik. Demak, yuqoridagi muxlisamizning savollariga Abdullaga javob beradilar. Undan so'ng esa Abdullaga taklif qilgan mijozlarni ham biz studiyaga taklif qilganmiz. Ular bilan suhbatimizni boshlaymiz. Undan avval esa Abdulla akani manzillarini iltimos ekranlarga chiqazib bering. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faollar, obuna bo'lib qo'yasiz va o'zingizga kerakli bo'lgan maslahat, tavsiyalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram manzillari bor, telefon raqamlari bor. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Abdulla aka, yuqoridagi savolga javob. Yuqoridagi savol. Demak, ishxonada kim bilandir urushib qoldim, gaplashmayapman. Bu tabiiy holat, gaplashmaymiz. Men sizga asosini aytmoqchiman, ruhshunoslikdan gaplashmaslik sizni tanlovingiz, to'g'ri, lekin ichingizda men seni baribir yaxshi ko'raman, seni hurmat qilaman va kechirim ichingizda qilib qo'ying. Men seni kechirdim va sen ham meni kechir, sendan minnatdorman deb aynan shu so'zlarni ichingizdan qayta-qayta aytib yuring. Va eng muhimi, siz hozir ichingizda o'sha insonga xato qilishga ruxsat bering. Chunki sizning nazaringizda u sizni qandaydir noto'g'ri gap, nojo'ya xatti-harakat bilan xafa qildi. Bandalarimizni biz o'rgangani kelganmiz. Beayb Parvardigor faqat. Hammada xato bo'ladi-da. Shunday ekan, siz ichingizdan senga xato qilishga ruxsat beryapman, sendan minnatdorman, seni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, meni kechir deb yuborishingiz mumkin. Va tashqarida albatta gaplashib qo'yganingiz yaxshi. Nimaga? Chunki bir joyda ishlaydigan bo'lsangiz, ko'z-ko'zga tushadi, noqulay bo'ladi gaplashmasangiz. Hech bo'lmasa salom alayni tiklab olish kerak. Abdulla aka, o'sha ichki kechirimni o'zi ham munosabatlar tiklanib ketishiga, o'z-o'zidan muloqot boshlanishiga juda ham katta yordam beradi. Ha. O'zimni boshimdan o'tgan. Juda zukko sizda. Ana endi esa ataylab taskinjonli loyihasiga Abdulla akani aynan tavsiyalarini olish uchun Navoiydan tashrif buyurgan muxlisamiz Dilnozaxon, meni adashmaganlar. Assalomu alaykum yana bir bora. Tashrif uchun rahmat, qiziqish uchun rahmat. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz va qancha vaqt avval Abdulla akaga murojaat qilgan edingiz? Muammo nimada edi, Dilnozaxon? 3 yil oldin kelganman Abdulla akani qabullariga. Muammo o'zimni anglay olmaganman. Qanday anglay olmaganman? Mehrga shunchalik muhtoj bo'lganman. Men o'zi mehriga munosibmanmi? Men o'zi mehr berishlariga munosibmanmi degan savol qiynaganman. Aynan ko'proq kimdan xafa bo'lgansiz o'sha paytda? Turmush o'rtog'ingiz borlar, oilalisiz, to'g'rimi? Aynan kimdan mehr kutgansiz? Bilasizmi, har bir bolani qalbida kichik bola bo'ladi-da, har bir inson. U nechiga kirishi muhim ahamiyatga ega emas. Ko'ngil yosh, qalb yosh. U har bir bola mehriga to'yinib katta bo'ladi degani ham emas. Har bir bolada ota yoki qattiqqo'l yoki ona qattiqqo'l bo'ladi. Keyin ko'p farzandli oilalarda hamma farzandga bir xil mehr bera olishmaydi. Chunki ular masalan 4 kishi bo'ladi, 5 kishi bo'ladi, ota-ona ishga boradi, uy, ro'zg'or, har biriga mehr berishga vaqti ham bo'lmaydi. Kimdir e'tiborsiz qolib ketishi mumkin bu jarayonda. Xuddi shunday. Shunda siz ota-onam qachon menga mehr beradi yoki u kishi menga qachon mehr beradi, bolacha bo'lib qolib ketaverar ekanda. Xo'p, bu nimada namoyon bo'ldi keyinchalik? Bu keyinchalik hech narsaga qiziqmay qoldim. Hech narsa qiziqtirmay qo'ydi-da. Chunki men maktabda, litseyda, universitetlarda hammasida faol bo'lganman. Oliy ma'lumotliman. Qanaydir hech narsa ishlagim ham kelmaydi, hech narsa qilgim kelmaydi. Tushkun kayfiyatda yurgansiz. Tushkun kayfiyat, lekin sababini bila olmadim. Sababi bilish uchun bu kishini shunday bitta nimalarda, perdachada ko'rib qoldim. Qalbim bor, o'zingni angla degan Alloh qalbimga soldi. Keldim va angladim. Alhamdulillah. Boshlaymiz Abdulla aka. Hozir qisqagina bitta narsa aytib ketamizda. Dilnoza mana yaqin orada bo'lgan narsani balki men endi eshitgandirman, ukalaridan ayrilganlar-da. O'sha ukalaridan ayrilgandan keyin bu tabiiy holat, har qanday insonning ichida achinish qolib ketadi. Ana shu achinish hozir Dilnozaga ta'sir qilayotgan, salbiy ta'sir qilayotgan bilamiz. Men boyaga achinish haqida gapirganim bekor emasdi. Bizning qalbimizda kimga achinyapsan, qayerdan achinyapsan farqi yo'q. Achinish emotsiyasi bo'ldimi, bu insonga keyingi rivojlanishda to'siq bo'lib, xalaq bo'lib turadigan narsa. Xuddi o'sha achinishni hozir ozgina chiqaramiz. Usuli yana qaytadan yashab o'tish usuli, перепроживание deyiladi ruschada. Shuni
ko'rsatamiz va hozir boya savol bergan muxlisimiz ham xuddi shuni balki bajarsalar, bajaradilarmi yoki o'zlariga bir tatbiq qilib ko'rsinlar. O'zlari balki bajara olmaslar, lekin shunga o'xshagan usul bilan ichkaridagi salbiy hissiyotlarni chiqarib yuborsa bo'ladi-da. Qancha bo'lgan o'zi ukalarni yo'qotganlariga? 2010 yil yo'qotganimizga 2010 yil yo'qotganmiz, lekin hali ham qo'yib yuborgim kelmaydi. Tushunarli. Lekin bu kishiga yaqinda aytdim. Tasavvuringiz uchun men endi eshityapman. Ungacha o'zlarining muammolari boshlaridan oshib toshlayotdi. Ungacha hamma muammolar bilan ishlab kelyapti. Bu hozir nima deydi, ruscha aytsa, свежая rana. Yangi-da, to'g'risi men uchun. Va hozir shuni qilamiz. Marhamat. Ruxsatingiz bilan bitta chuqur nafas olamiz. Oyoq qo'lni bo'sh qo'yamiz. Oyoq qo'lni bo'sh qo'yamiz. 1 2 3. O'ng qo'lda Dilnozani qo'yamiz, tasavvur qilamiz. O'zingiz tasavvur qiling. Chap qo'lga ukani qo'yasiz. O'ng qo'lda Dilnozaga ruxsat bering ichingizda. Bu hammasi faqat men tarafdan aytilyapti. Bular tasavvurda ishlasa bo'ldi. Men bilaman, bularda o'tqilik juda zo'r. Nima deydi? Feedback deydi-yu. Bajarishlari juda zo'r. Dilnozaga ichingizda ruxsat bering. O'sha ukani vaqtsiz ketgani, vaqtli ketgani, bevaqt ketganlari uchun achinsang bo'ladi, afsuslansang bo'ladi. Hozirning o'zida shu hissiyotlaringdan qutqarasan. Shu hissiyotlardan xalos bo'lamiz. Uje boshlandi. Ko'ryapsizmi? Jarayon ketyapti va qayta achinamiz hozir. 5 sekund ukaga yana achinamiz. O'sha aytilmagan gaplarni yashab o'tamiz ichkarida. Afsuslanyapman, achinyapman. Juda vaqtli ketding, bevaqt ketding. Rahmat, barakalla. Yana bir bor yashab o'tamiz. 5 sekund. Achinish, afsuslanishlarga hozir ruxsat beramiz. Tana orqali chiqib keladi. Bu bizning ruhiyatimizda o'tiribdi, lekin biz tanaga murojaat qilamiz. Tanaga murojaat qilamiz. Afsuslanishlarni qo'yib yuborishga ruxsat etsin, ifoda qilsin, namoyon qilsin. Hozir va shu yerda afsuslanishlar chiqib keladi. Rahmat, barakalla. Yana bir bor yashab o'ting. Afsus, attang, juda achinyapman. Haqiqatdan inson nuqtai nazaridan qaraganda ukani yashay olmagan umri bor, juda yosh ketgan umri, navnihol bo'lib ketganda, hayotda uncha ko'ra olmagan bo'lishi mumkin. O'shalarning bari-bariga achinamiz hozir va tanaga ruxsat beryapmiz. Tanaga ruxsat beramiz hozir. Qorin tub-tubidan chiqib keladi, ko'krak qafasi burchaklarining yurakning ichidan, miyani katechalaridan chiqib keladi achinishlar. Hammasiga ruxsat beramiz. Rahmat, barakalla. Yana bir bor yashab o'tamiz. Achinamiz, chin dildan achinamiz hozir. Go'yoki achinish meni qon tomirlarimda yuribdi deb qaytaramiz. Va buni achinishlarga ruxsat beryapmiz hozir. Meni tanam orqali chiqib keladi. Dilnoza har gal nafas chiqarganda achinishlar qop-qora zahar zaqqum bo'lib, qop-qora bulut bo'lib chiqib ketadi. Nafas bilan chiqib ketadi, tasavvur qilamiz. Barakalla, juda yaxshi. Yana bir bor yashab o'tamiz. Achinamiz ukaga, chin dildan, ixlos bilan achinamiz. Achinishlarga hammasiga ruxsat beryapmiz. Hozir va shu yerda tanani tark etsin. Tanaga ruxsat beryapmiz. Tana achinishlarni ifoda qilsin, namoyon qilsin, ko'rsatsin, chiqarsin, qo'yib yuborsin. Barakalla. Yana bir bor yashab o'ting. Birinchi qaraganda achinishlar juda ham ko'p, hech qachon chiqmaydi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin har qanday achinishlarning chek-chegarasi bo'ladi, hozir yengillashadi. Yana bir bor yashab o'tamiz. Achinishlarga ruxsat beryapmiz. Achinamiz, chin dildan ukaga achinamiz. Bechora. Avvalambor hayotni ko'ra olmadi va ota-onaning mehriga to'ymasdan ketgan bo'lishi mumkin, biz bilmaymiz. O'zlaridagi sog'inch-chi? Unga kelamiz. Boyaga mehrga ehtiyojni boya gapirib o'tdilar. U alohida savol. Hozir achinish bilan shug'ullanyapmiz. Chunki bitta emotsiyani boshladikmi, biz bilasizmi, xuddi yaraga nina suqib qo'ygandek bo'ldi. Ichidagi hamma narsasini siqib chiqarmasa bo'lmaydi. Yana bir bor achinamiz. Ukaga achinamiz, chin dildan achinamiz. Bechora ukam. Bevaqt ketding, vaqtli ketding, vaqtsiz ketding. Senga juda achinyapman. Yashay olmagan umringga, ko'ra olmagan zavq-shavqingga, xursandchiliklaringga, hammasiga achinaman. Молодец. Barakalla, juda yaxshi. Yana bir bor achinamiz hozir. Tanaga ruxsat beramiz, achinishlarning hammasiga ruxsat beramiz. Hozir tana orqali chiqib ketsin. Tanaga ruxsat beryapmiz, achinishlarni qo'yib yuborsin, ifoda qilsin, namoyon qilsin. Dilnoza har gal nafas chiqarganda achinishlarning qoldiqlari ham chiqib ketadi, pag'a chiqadi, qop-qora bulut bo'lib, zahar zaqqum bo'lib chiqib ketayotgan tasavvur qilamiz. Yaxshi, barakalla. Achinishlar qoldiqlariga ham ruxsat beramiz hozir. Hammasiga ruxsat beryapmiz. Tanani tark etsin, qo'yib yuborsin, ifoda qilsin tana. Har gal nafas chiqarganingizda achinishlar pag'a chiqadi.
qop qora bulut bo'lib chiqib ketyapti. Молодец, barakalla, juda yaxshi. Va yana bir bor achinamiz. Bitta ichkarini reviziya qilamiz-da. Ko'zdan kechiramiz. Achinishlar bo'lsa yana ruxsat beramiz hozir. Yana bir marta achinamiz. Ko'ryapsan, qo'ldagi bordek hali titrayapti. Yig'i kelyapti. Rahmat, barakalla. Yana bir bor achinamiz. Achinishlar qoldiqlariga hammasiga ruxsat bering, hammasiga. Bu yerda aytib ketish juda muhim. Achinish mehr-muhabbat emas. Biz mehr-muhabbat topib qolishimiz kerak yoki boshqatdan solishimiz kerak. Achinish bu Allohning irodasiga qarshi chiqish deyiladi. Shuning uchun hozir achinamiz, ukaga afsuslanamiz. Bechora, bekor ketding, vaqtsiz ketding, juda vaqtli ketding, bevaqt ketding. Achinamiz. Mana shu jarayonda shukr qilish holatini, demak, hissini qarang, berasiz. avvalambor hozir bo'shatib olish kerak bu. Dilnoza, siz to'g'ri aytyapsiz, faqat 5 minut oldinda yuribsiz-da. Aytdim bo'y zukkosiz deb. Sizdan zo'r psixolog chiqadi. Faqat oldinda yuribsiz. Biz o'sha jarayonda o'sha o'tirishimiz kerak. Achinishni biz beramiz, ruxsat beramiz, inson o'ziga ruxsat beradi-da, achinamiz yana. Abdulla aka, mana shu jarayonni o'sha kadr ortida davom ettiraveramiz. Bizda reklama vaqti. Reklama ketaversin, biz o'zimiz ishimizni qilaveramiz. Marhamat azizlar. Qayoqqa? O'tiring, reklama ko'ramiz. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Sovg'alar dasturxoni aksiyasida qatnashing. Pepsi bilan lazzat bilan. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Sabab go'yoki kichkina, lekin Wildberries'dagi chegirmalar juda katta. Wildberries'da mehrli chegirmalar. Tugadi. Xavotir olmanglar. Mana hozir to'xtagan joyidan davom ettiramiz. Marhamat. Oldin so'rash kerak. Rahmat. Azizlar, jonli efirimiz o'z yo'nalishida davom etadi va ana shu jarayon tugadi. Abdulla aka, Dilnozaxon, o'zingizni qanday his qilyapsiz? Bilasizmi qanaqa? Xuddiki hozir ukam yonimga keldi. Ishoning, xuddiki keldi. Uni yana inshaalloh uchrashish uchun, yaxshi u dunyoda uchrashish uchun xursand bo'lib qo'yardim. Mazza bu narsa, bilasizmi? Qalbimda bosilib, mana shuni osilib turgan bir og'ir yukdan qutulganday bo'ldim-da. Bu juda ham o'zgacha bir his, boshqacha narsa bu. Buni hech narsaga ta'riflab bera olmayman-da. Shunaqa tanamda, ruhimda yengillik his qildim. Men uni qiynab qo'yganimni ham bildim-da. Uni chunki mumkin emasligini hozir tushunib yetdim. Men unga achinib, uni sog'inganim yo'q. Bu kerak emas. Yengillik keladi. Ta'riflashga tiloj deyapti Dilnoza. Haqiqatan, chunki mana oldim keladigan mijozlar mana xonamdan chiqib ketayotganda xuddi uchib chiqib ketayotgandek his qiladi-da va hayot rang-barang bo'yoqlardan iborat ekan-ku, Abdulla aka. Xuddi shunday. O'pkasini to'ldirib nafas olgani qilib, "Vau, hayot bor ekan-ku, Abdulla aka" deyishadi. Buning uchun albatta sal ko'proq vaqt kerak, lekin aynan xuddi shunday natijaga olib kelinadi. Bu hozir bittagina hissiyot. Bunday hissiyotlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Bizning ko'zimizga ko'rinmaydi-da. Chunki psixologiya bo'yicha biz rentgen ham bizga yordam bera olmaydi. MCT, MRT degan narsalar hech narsa. Ruhiyat bilan bog'liq bo'lgandan keyin faqat kayfiyatini so'raymiz. Kayfiyat qanday? Agar inson xursand bo'lsa, hayotdan zavq, shavq olayotgan bo'lsa, senga psixolog kerak emas. Agar ozgina tushkunlikka tushib, nimadandir xafaman, o'zim tushunmayman desa, bo'ldi, demak muammo bor. O'sha yerda qayerdadir negativ emotsiya o'tiribdi. O'shani chiqarish kerak xolos. Xuddi shu yo'l bilan chiqaramiz. Tushunarli. Undan avvalgi
aytgan gaplaringiz aynan o'sha xafagarchilik, hech narsa qilgim kelmasdan qolgan dedingiz. Qaytdingizmi? Qaytdim. Umuman hozir nimada birinchi bo'lib namoyon bo'ldi? Bilasizmi nima? Natijasini nimada ko'rdingiz? Noto'g'ri xayolga borganim, noto'g'ri fikrga kelganimni angladim. Muhimi shu. Qanday? Chunki biz ota-onamizdan xafa bo'lishga haqqimiz yo'qligini tushundim. Biz bitta emasligimizni tushundim. Bitta narsa qo'shimcha qilish kerak. Noto'g'ri deyaptilar emas, to'g'ri, u noto'g'ri bo'lmaydi. 6-7 yoshda suvdan ichishingiz mumkin, Dilnozaxon. 6-7 yoshda har qanday insonni dasturi qalbiga kirib ketadi. O'sha paytda hali aqli balog'atga yetmagan va u o'sha xulosani chiqaradida qalbiga shunday dastur qilib sovoradi, ko'rinmaydigan qilib. Hozirgi aql bilan qaragan noto'g'ri deyilyapti, asli noto'g'ri emas. Shunchaki o'sha paytda 6-7 yoshda o'sha Dilnozada dastur kirib ketib qolganda, mehrga men chaqmoqman, muhtojman degan narsa kirib ketib qoladi. Hozir sizga mehrni kim beryapti? Kimdan ko'ryapsiz ko'proq? Zo'r savol bo'ldi. Mehrni Avvalambor borliq bo'ladi, borliq deymiz, borliqdan mehr kelayotgani ko'ramiz. Abdulla aka, mayli o'zlaridan eshitdim. Natijani nimada ko'ryaptilar? Menga shu qiziq bo'lyapti. Hozir bular ozgina uyqusirab, do'dirib turgan paytda savol beryapsiz-ku, Unda bunday qilamiz. Bizni allaqachon kutib turgan muxlisimiz borlar, ularning savollarini eshitamiz. Assalomu alaykum. Agar aloqada bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men efirga ulanmoqchiman. Hozir ko'rib qoldim. Xullas, meni ham shu muammo rosa qiynayapti. Xo'jayinim o'tib qoldilar, ko'rsatdim. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Rahmat. 3 yil bo'ldi, biz rosa ko'p, rosa yaxshi yashadim. Siz yoshingiz nechada? 56 da. 56? Deyarli tengdosh ekanmiz. Qarang, sizga qadrli fuqaro deb murojaat qilayin, ruxsat bersangiz. Bu yaqin insonni ruhlarini qo'yib yuborish bo'yicha bizda alohida jarayon bor. Buni allaqachon psixolog, ruhshunoslar, gipnoterapevtlar o'ylab topgan. Xuddi shunaqa jarayonni o'tkazish kerak. Bularda ham hozir o'sha xo'jayinlarni vaqtsiz ketib qolganlarga, yosh ketganlarga, umrni yashay olmaganliklariga, farzandlarning to'ylari, nevaralarning to'ylari, o'shalarni ko'rmaganlarga barchasiga achinish o'tiribdi. Ozgincha yengillik bera olasizmi? Hozir yig'layaptilar. Hozir men gaplarim o'zidan ham ozgina yengillashadi, lekin Dilnoza. Marhamat. O'shaning uchun jarayonni qo'yib yuborish kerak bo'ladi. Necha yil yashaganingizni ayta olasizmi? Faqat 34 yil. 34 yil. Oddiy yengillik hozir beraman. Nechta farzandingiz bor? 4 o'g'lim bor. 4 tam? Hozir xo'jayiningizni ruhlariga aytishingiz kerak bo'ladi-da. Siz sababchi bo'ldingiz, 4 karra ona bo'ldim. Men sizdan shu 4 ta farzandim uchun juda minnatdorman. Men sizdan u dunyo bu dunyo roziman, rahmat, minnatdorman. Qayta minnatdorchilik bildiring hozir. 4 karra ona bo'ldim men. Bu juda katta baxt menimcha. Ayollar bir karra ona bo'lganini o'zini ham juda katta baxt. Siz 4 marta shu baxtga muvaffaq bo'lganingiz uchun eringizga minnatdorchilik bildiring hozir. Minnatdorman. Hozir yengillik kela boshlaydi. Hozirning o'zida. Ha, ichingizda aytsangiz ham bo'ladi. Minnatdorman. Minnatdorman. Achinish esa taqdir hayotga qarshi chiqishning bir belgisi bo'ladi. Shuning uchun achinishni ozgina to'xtatishingizni so'ragan bo'lardim. Biz hozir siz bilan chuqur ishlay olmaymiz. Agar aloqaga chiqsangiz, marhamat, seansda bu achinishlaringizni ketkizib, sizga juda katta yengillik keltirib bera olaman. Chunki o'tib ketgan yaqin insoningizning ruhi bilan xayrlash jarayoni albatta qilish kerak. Albatta qilish kerak buni. Shu. Xuddi hozirgi kabi. Shunga o'xshagan. Buni davomi bor. Albatta davomi bor buni. Hurmatli muxlislarimiz, yana savolingiz bormi? O'zingizni qanday his qilyapsiz? Menimcha bularni qiynash kerak emas hozir, chunki juda og'ir, qiyin ahvoldalar, ruhiy juda bir ma'naviy, juda katta yukda o'tiribdilar hozirda. O'shaning uchun bularni hozir qiynash kerak emas. Keyingi savolga o'tganingiz ma'qul menimcha. Dilnoza.
Demak, tomoshabinlarimiz diqqatiga Abdulla akaning telefon raqamlari, manzillari, ijtimoiy tarmoqdagi manzillarini biz ekranlaringizda namoyon etyapmiz. Telefoningizga suratga olishga harakat qiling yoki bo'lmasam qog'oz, qalam yoningizda bo'lsa yozib oling. Va yana aynan mana shu ko'rsatuvimizni takroriy efirini tomosha qilaman desangiz yoki bizga endi sozlangan bo'lishlari ham mumkin-da. Bizni Telegram manzilimiz bor, azizlar, Toshkent TV. Unga obuna bo'lib qo'yasiz va kun bo'yi qanday ko'rsatuvlar efirga ketsa, barchasini takroriy tarzda tomosha qilish imkoniyati sizda mavjud. Aynan mana shu xafagarchilik, gina, qudrat, yaxshi insonlarga munosabat qilish, doimo o'sha yaxshi munosabat baribirga ham ijobiy natijasini beradi, to'g'rimi? Har qanday holatda. Bir nechta tavsiyalaringiz psixologik. Mana shu qanday ular e'tibor berishi kerak, nima qilishi kerak? Ko'rsatuvimiz yakunida bir xulosaviy fikr sifatida. Men juda ham oddiy bir xulosaviy fikr aytaman. Hammaga aytadigan gapimni, siz asab bo'lishga, nervnchit qilishga, xafa bo'lishga, yana bir nimalar qilishga kuchingizni juda katta kuchingizni ketkazasiz. O'sha kuchingizni aytaylik, 3 tagina bir ro'yxatim bordi. Avvalambor borliqqa mehr muhabbatingizni aytishingiz kerak va minnatdorchiligingizni bildirishingiz kerak. Bu qalbda bo'ladigan minnatdorchilik hissiyoti allaqachon sizni bir ijobiy to'lqinga olib chiqadi. Va bunga agar mehr muhabbatni qo'shsangiz, ijobiy to'lqinni to'xtamasdan katta tezlikda harakat qilasiz. Ikkinchisi, o'zingizga bo'ladigan mehr muhabbat va minnatdorchilik albatta bo'lishi kerak. O'zingizni shu turishda boshida qabul qila olmassiz, lekin bari qabul qilishingiz kerak. Va uchinchisi, atrofingizdagi insonlar. Albatta atrofdagi insonlar ham xuddi sizga o'xshagan odamlar. Uni ichida xuddi sizning ichingizda bordek ruh bor. Ana shu ruhlarga qarab men sizlarni yaxshi ko'raman, minnatdorman deyish kerak. Ana shundagina inson bir hayotni to'kin sochinlik to'lqiniga, farovonlik tarafiga, mulkilchilik bir jarayoniga o'tishi mumkin bo'ladi xolos. Ya'ni salbiy hissiyotlardan iloji boricha biz ijobiy hissiyotlarga o'tib olishimiz kerak. Mehr muhabbat va minnatdorchilik shu asosiysi. Danozaxon, Abdulla akadan olgan mana shu tavsiyalari qanchalik tarzda sizga yordam beryapti bir ularga nisbatan fikrlaringiz? Chunki tomoshabinlarimiz ham ko'rib turishibdi, murojaat qilish istagida bo'lganlarga sizni xolisona o'sha bir fikrlaringiz. Har bir insonda baribir xohlaysizmi yo'qmi, yo achinish, yo afsuslanish yoki-da mehrga muhtojlik bo'ladi-da. Bu narsa bora-bora shunaqa yomon kasalliklarga olib kelishiga amin bo'ldim-da o'zim. Ishoning, men bu insonga qabullariga kelganimdan keyin men u Dilnozani eslasam hozir kulgim keladi. O'zi psixologiya ishlar ekanmi? Psixologiya ishlar ekanmi? Hozirgi zamonda psixologiya 100% kerak. Men shu inson borligiga, shu insonga Alloh qalbimga solib qabullariga kelganiga rosa xursandman, baxtliman. Hozir mendan baxtli inson yo'q, ishoning. Mendan baxtli inson yo'q. Chunki psixologlar ko'p. Tanlash o'zingizga bog'liqda. Men shu insonni tanlashda adashmaganimga xursandman. Alhamdulillah. Ko'rib turibmiz, bilib turibmiz. Ana Navoiydan tashrif buyurganingizni o'zi ham bir gapni isboti desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan o'sha motivatsiyani, ko'tarinki kayfiyatni bugungi kunda qayerdan olyapsiz? Bugungi kunda menga nima kerak, nima qilishim kerakligini anglatganliklari uchun bu kishi anglaganimdan hozir rosa ilm olishga yana men qiziqdim. Bu kishiga iltimos qildim. Menga ilmingizni o'rgating dedim. Ana xolos. Kelajakdagi psixologlardan biri. Da, bu muxlisamiz, mijozimiz, xudo xolisa menga shogird bo'lyaptilar o'zi va bularda hamma haligi nima deydi, zadatkalar deydi-yu, ya'ni resurslari bor. Aynan psixologlikka. O'zi Abdulla aka, uzr gapingizni bo'ldim. Ko'pchilik psixologlar bilan muloqotga kirishganimda aynan psixolog bo'lishlarining sababi ulardagi hayotida uchragan muammolarni bartaraf etish uchun psixologga boradi va ko'p insonlar kasbini o'zgartirgan. Bankda ishlaydiganlar yoki bo'lmasa boshqa bir faoliyatda ishlaydiganlar tub o'zgartirib psixologiya yo'nalishini o'qishni boshlashadi va mana shulardan biri ham Dilnozaxon ekan. Qancha bo'ldi?
hozir bu kishini qabullariga birinchi kelganiga 3 yil bo'lyapti. Hozir bu kishiga qatnab yurganimga 20 kun bo'lyapti. Demak yaqindagina boshladingiz. Boshladik biz, lekin bu kishini ko'ndirish oson bo'lmadi. Bu kishini ko'ndirish kuzdan beri yalinaman. Menga xohlayman ilmingizni berish. Men vaqtim yo'q, Dilnoza, kelib ovora bo'lmang. Bu yana bitta narsani aytish kerak, Dilnozada shunday katta ruh borki, shunday bir ruscha duh deymiz. Turmush o'rtog'ini ham, ikkita bolasini ham, hatto 5 ta mushugini ham Navoiydan hammasini birga olib keldim desa, men hayron qoldim, men taslim bo'ldim. Bu o'rgataman, boshqa iloji yo'q. Shuncha odamni ovora qilib Navoiydan olib kelgandan keyin haliga eshikdan quruq qaytara olmaskansiz. O'zi aslida bugungi kun nimani taqozo etyapti? Har bir inson o'sha psixologiyani ozgincha bo'lsa-da o'rganish va o'ziga ijobiy natijani olish. Vaqt juda ham tez o'tib ketdi. 1 soatdan oshiq jonli efirda bo'ldik. O'ylaymizki, bugungi efirimiz barchaga manfaatli bo'ldi. Azizlar, demak, har hafta Taskinni kuzatib boring. Har payshanba oqshomida 21:00 da sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Tuningiz, oqshomingiz osuda o'tsin. Yana ko'rishguncha. Xayr, salom.